Bugun men sizlar bilan juda muhim mavzuni ochiq va tushunarli qilib gaplashaman. 2026 yilgi indeksatsiya. 1 avgustdan pensiyalar qanday o'sishi mumkin? Qaysi gaplarga ishonish kerak? Qaysi gaplar esa oddiy aldov bo'lishi mumkin? Bu ma'lumot pensionerlar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, nafaqa oluvchilar va ularning farzandlariga bevosita tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri ma'lumot odamning pulidan, vaqtida, hatto hujjatlardan ham mahrum qilishi mumkin. Kanalga hozir obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bu yerda oddiy odam tushunadigan tilda pensiya, nafaqa, ish haqi va davlat to'lovlari bo'yicha eng kerakli narsalarni tushuntirib boraman. So'nggi paytlarda odamlar orasida bir gap juda ko'p aylanmoqda. 2026 yilda pensiyalar katta indeksatsiya qilinadi. 1 avgustdan hamma pensionerning puli keskin oshadi. Lekin buning uchun oldindan ariza yozish kerak, hujjat topshirish kerak, ayrim hollarda kimlargadir pul o'tkazish kerak degan gaplar tarqalmoqda. Men ekspert sifatida birinchi navbatda shuni aytaman. Pensiya o'sishi, indeksatsiya, bazaviy miqdorlar, minimal pensiya yoki nafaqa miqdori faqat rasmiy hujjat bilan belgilanadi. Ya'ni prezident farmoni, hukumat qarori, pensiya jamg'armasi yoki tegishli vazirliklarning rasmiy axboroti bo'lmasa, internetdagi har qanday jadval, skrinshot, ovozli xabar yoki tanishimi aytdi degan gapga ehtiyotkorlik bilan qarash kerak. Avval qanday edi? Odatda pensiyalar va ijtimoiy to'lovlar iqtisodiy vaziyat, inflyatsiya, budjet imkoniyatlari va aholining daromadlarini qo'llab-quvvatlash zaruratidan kelib chiqib oshirib borilgan. Masalan, narxlar ko'tariladi, oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal xizmatlar, yo'l xarajatlari qimmatlashadi. Davlat esa pensionerlarning real daromadi juda pasayib ketmasligi uchun pensiyalarni ma'lum foizga oshiradi. Mana shu jarayon oddiy tilda indeksatsiya deyiladi. Indeksatsiya degani hamma pensiya bir xil summaga oshadi degani emas. Ko'pincha foiz asosida oshiriladi. Shuning uchun pensiyasi katta odamning oshgan summasi ham kattaroq ko'rinadi. Pensiyasi kichik odamda esa oshish kamroq bo'lishi mumkin. 2026 yil uchun pensiya oshishi haqida gap ketganda men 3 ta narsani ajratib ko'rsataman. Birinchisi, rasmiy tasdiqlangan oshirish bormi yoki yo'qmi? Ikkinchisi, oshirish qaysi sanadida kuchga kiradi? Uchinchisi, oshirish kimlarga tegishli? Barcha pensionerlargami, faqat ayrim toifalargami, minimal pensiya oluvchilargami yoki nafaqa oluvchilargami? Chunki odamlar ko'pincha aynan shu joyda adashadi. Kimdir 1 avgustdan pensiya oshadi degan gapni eshitadi va o'z pensiyasi ham albatta oshadi deb o'ylaydi. Lekin hujjatda boshqa narsa yozilgan bo'lishi mumkin. Masalan, faqat ayrim ijtimoiy nafaqalar, faqat minimal miqdorlar yoki faqat budjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi haqida gap ketgan bo'lishi mumkin. Men ko'p uchratadigan holat. Bir pensioner opa yoki aka telefonda Telegramdan kelgan xabarni ko'rsatadi. Xabarda 2026 yil 1 avgustdan pensiyalar 3% ga oshadi. Ro'yxatdan o'tmaganlar ololmaydi deb yozilgan. Pastida esa havola bor. Odam havolaga kiradi. Pasport ma'lumotini, karta raqamini, SMS kodini kiritadi. Natijada pensiya oshmaydi. Aksincha kartadagi pul xavf ostida qoladi. Mana shu narsa men aytayotgan aldovning eng xavfli ko'rinishi. Davlat pensiyani oshirish uchun sizdan karta parolini, SMS kodni, bank ilovasiga kirish ma'lumotini so'ramaydi. Pensiya indeksatsiyasi avtomatik tarzda hisoblab chiqiladi. Agar siz pensiya oluvchi sifatida tizimda bo'lsangiz, umumiy oshirish bo'lsa, odatda alohida pul to'lab ro'yxatdan o'tish talab qilinmaydi. Endi pensiya oshishini oddiy misollar bilan tushuntiraman. Tasavvur qilaylik, pensionerning hozirgi pensiyasi 1 million 200 ming so'm. Agar rasmiy indeksatsiya 1% deb belgilansa, bu odamning pensiyasiga 20 ming so'm qo'shiladi va yangi miqdor 1 million 320 ming so'm bo'ladi. Agar pensiya 2 million so'm bo'lsa, 10% oshish 200 ming so'mni tashkil qiladi va yangi pensiya 2 million 200 ming so'm bo'ladi. Shu sababli odamlar nega qo'shnimga 200 ming qo'shildi, menga 20 ming qo'shildi deb hayron bo'ladi. Sababi pensiya miqdori boshidan har xil bo'lgan. Lekin ba'zi holatlarda minimal pensiya yoki eng kam ijtimoiy to'lovlar alohida oshiriladi. Masalan, bir odamning pensiyasi juda past bo'lsa va davlat minimal kafolatlangan miqdorni ko'tarsa, o'sha odamning pensiyasi foizdan ham ko'proq oshgandek ko'rinishi mumkin. Chunki uning pensiyasi yangi minimal chegaraga yetkaziladi. Boshqa bir odam esa allaqachon minimal chegaradan ancha yuqori pensiya olayotgan bo'lsa, unga faqat umumiy foizli indeksatsiya ta'sir qilishi mumkin.
Shuning uchun men doim aytaman. Pensiya oshishini faqat hamma falon so'm oladi deb tushunmang. Har bir odamning ish staji, ish haqi tarixi, pensiya turi, imtiyozlari, qo'shimcha ustamalari va amaldagi qonuniy hisob kitobi bor. Birinchi navbatda pensiyasi juda past bo'lganlar, minimal pensiya yoki ijtimoiy nafaqa oluvchilar rasmiy xabarlarni diqqat bilan kuzatishi kerak. Chunki ko'pincha davlat aynan ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlashga alohida urg'u beradi. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Ularda guruh, tibbiy xulosa, qayta ko'rik muddati, hujjatlarning amal qilish muddati juda muhim. Agar hujjat muddati tugagan bo'lsa yoki qayta ko'rik vaqtida o'tilmagan bo'lsa, indeksatsiya bo'lsa ham to'lovda muammo chiqishi mumkin. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bu yerda bolalarning yoshi, o'qish holati, kunduzgi ta'limda o'qishi yoki o'qimasligi kabi jihatlar muhim bo'ladi. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Agar siz rasmiy pensiya oluvchi bo'lsangiz, pensiyangiz har oy kartaga yoki pochta orqali o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa va davlat umumiy indeksatsiya e'lon qilsa, odatda sizning pensiyangiz avtomatik qayta hisoblanadi. Har bir pensioner alohida idoraga borib, menga oshirilgan pensiyani bering deb ariza yozish shart bo'lmaydi. Albatta ayrim maxsus holatlar bo'lishi mumkin. Masalan, staj qo'shilishi, hujjat topilishi, oldin hisobga olinmagan ish davri aniqlanishi, familiya o'zgarishi, bank rekviziti almashishi. Bunday vaziyatlarda murojaat qilish kerak bo'ladi. Lekin umumiy indeksatsiya uchun internetdagi noma'lum odamga pul to'lash kerak emas. Birinchi misol, Dilbar opa ahli taqiz yoshda, yoshi bo'yicha pensiya oladi. Uning pensiyasi 1 million 1000 so'm. U Telegramda avgustdan hamma pensionerga 500 ming so'mdan qo'shimcha beriladi degan xabarni ko'radi. Bu xabarga ishonishdan oldin nima qilish kerak? Men unga birinchi navbatda rasmiy manbani tekshirishni maslahat beraman. Agar rasmiy hujjatda foizli indeksatsiya yozilgan bo'lsa, 500 ming so'm hamma uchun bir xil qo'shilmaydi. Masalan, 10% oshsa, Dilbar opaning pensiyasi 1,5 ming so'mga oshadi. Agar 15% bo'lsa, 2,500 so'mga oshadi. Demak, hamma 500 ming oladi degan gap shubhali. Ikkinchi misol, Karim aka 35 yil ishlagan, lekin pensiyaga chiqqanda ayrim eski ish joylari bo'yicha arxiv hujjatlari topilmagan. Uning pensiyasi 1 million 300 ming so'm atrofida. Keyin u eski mehnat daftarchasidagi yozuvlar, arxiv ma'lumotnomasi va ish haqi bo'yicha hujjatlarni topdi. Bunday holatda u indeksatsiyani kutib o'tirmasdan pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi kerak. Chunki bu yerda gap faqat umumiy oshirishda emas, pensiyani qayta hisoblashda. Agar qo'shimcha staj yoki yuqoriroq ish haqi tasdiqlansa, uning pensiyasi indeksatsiyadan tashqari ham o'zgarishi mumkin. Uchinchi misol. Malika ismli ayol boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini farzandi uchun oladi. Farzandi 12 yoshga to'lgan, lekin universitetning kunduzgi bo'limida o'qiydi. Bunday vaziyatda o'qish joyidan ma'lumotnoma muhim bo'lishi mumkin. Agar hujjat vaqtida taqdim etilmasa, to'lov to'xtashi yoki kechikishi ehtimoli bor. Indeksatsiya e'lon qilingan bo'lsa ham asosiy hujjat masalasi hal qilinmasa, odam nega pensiyam oshmadi deb o'ylab qoladi. Aslida muammo indeksatsiyada emas, hujjatning yangilanmaganida bo'lishi mumkin. To'rtinchi misol, bir nogironlik nafaqasi oluvchi insonning tibbiy ko'rik muddati tugagan, u esa baribir 1 avgustdan hamma to'lov oshadi deb yuradi. Men bunday odamga aniq aytaman. Avvalo o'z maqomingizni tasdiqlovchi hujjatlarni tartibga keltiring. Chunki to'lov turi hujjatga bog'liq. Agar tizimda sizning maqomingiz faol bo'lmasa, avtomatik oshirish siz kutgan tarzda ko'rinmasligi mumkin. Endi eng ko'p adashtiradigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchisi, indeksatsiya bilan bir martalik yordam bir xil narsa emas. Indeksatsiya pensiya miqdorining doimiy oshirilishi bo'lishi mumkin. Ya'ni keyingi oylarda ham oshgan miqdor asosida to'lanadi. Bir martalik yordam esa faqat bir marta beriladi. Masalan, bayram oldidan yoki alohida ijtimoiy qo'llab-quvvatlash chorasi sifatida bir martalik to'lov berilishi mumkin. Odamlar esa buni pensiya oshdi deb o'ylab qoladi. Keyingi oy oldingi miqdor tushganda norozilik paydo bo'ladi. Shuning uchun rasmiy xabarda doimiy oshiriladi deyilganmi yoki bir martalik to'lov deyilganmi? Shuni albatta o'qing. Ikkinchisi, 3 avgustdan degan sana nimani anglatadi? Ba'zan hujjat 3 avgustdan kuchga kiradi. Lekin to'lov texnik sabablar bilan keyingi to'lov davrida aks etishi mumkin. Masalan, avgust pensiyasi oldindan shakllantirilgan bo'lsa, farq keyingi oyda qo'shib berilishi mumkin.
Bunday holatda odamlar darrov vahimaga tushmasligi kerak. Avvalo rasmiy izohni pensiya jamg'armasi hududiy bo'lim ma'lumotini tekshirish kerak. Agar haqiqatan ham sizga kam hisoblangan bo'lsa, unda yozma murojaat qilish kerak. Uchinchisi, hamma oshirish bir xil toifalarga tegishli bo'lmaydi. Yoshi bo'yicha pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, bola puli, moddiy yordam. Kompensatsiya to'lovlari bularning har biri alohida tartibga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir qo'shningizning to'lovi oshgani sizniki ham aynan shunday oshadi degani emas. Yoki aksincha, sizniki oshib boshqa odamnikida o'zgarish bo'lmasligi ham mumkin. Bu adolatsizlik emas, ko'pincha huquqiy asoslarning farqi. To'rtinchisi, ishlayotgan pensionerlar masalasi. Ayrim odamlar ishlasam pensiyam oshmaydi yoki ishlayotganim uchun indeksatsiya berilmaydi deb o'ylaydi. Bu masalada ham faqat amaldagi qonunchilik va rasmiy tartibga qarash kerak. Ishlayotgan pensionerning pensiyasi, qo'shimcha staji, ijtimoiy soliq to'lovlari va qayta hisoblash masalalari alohida ko'riladi. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan bo'lsangiz, ba'zi holatlarda staj yoki badallar bo'yicha qayta hisoblash imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin bu avtomatik ravishda har oy sodir bo'ladi deb o'ylamaslik kerak. Hududiy pensiya jamg'armasidan aniq ma'lumot olish zarur. Beshinchisi, bank kartasi va pochta orqali to'lov. Pensiya oshirilsa pul qayerga tushadi? Agar siz kartaga olsangiz, oshirilgan summa ham odatda o'sha kartaga tushadi. Agar pochta orqali olsangiz, belgilangan tartibda yetkaziladi. Kartani almashtirgan bo'lsangiz, bank rekvizitlari yangilanganiga ishonch hosil qiling. Kartangiz muddati tugagan bo'lsa, yangi kartani rasmiy bank bo'limidan oling. Hech kimga SMS kod bermang. Bank xodimi ham, pensiya jamg'armasi xodimi ham sizdan telefon orqali karta parolini so'rashi kerak emas. Endi men sizlarga eng xavfli aldov belgilarini sanab beraman. Agar xabarda pensiya oshishi uchun shu havolaga kiring deyilsa, ehtiyot bo'ling. Agar bugun ro'yxatdan o'tmasangiz, 1 avgustdan oshgan pensiyani ololmaysiz deyilsa, bu ham shubhali. Agar xizmat haqi 7000 so'm sizga oshirilgan pensiyani chiqarib beramiz deyishsa, ishonmang. Agar SMS kod so'rashsa, bu deyarli aniq firibgarlik belgisi. Agar xabarda rasmiy manba, hujjat raqami, sana, tashkilot nomi aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, bunday xabarni qarindoshlarga tarqatmang. Ko'pincha firibgarlar aynan keksalarning ishonuvchanligidan foydalanadi. Ular sizga davlatdan qo'shimcha pul chiqdi, pensiyangiz qayta hisoblandi, ariza bermasangiz pul kuyadi deb qo'rqitadi. Men bunday vaziyatda bitta qoidadan tavsiya qilaman. Shoshilmang. Hech qanday davlat to'lovi shaxsiy karta parolingiz orqali rasmiylashtirilmaydi. Avval farzandingiz, ishonchli yaqin insoningiz yoki mahalladagi mas'ul xodim bilan maslahat qiling. Keyin rasmiy idoraga murojaat qiling. Endi eng kerakli qism, siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, rasmiy ma'lumotni tekshiring. Buning uchun pensiya jamg'armasining rasmiy kanallari, hukumat portallari, qonunchilik ma'lumotlari e'lon qilinadigan rasmiy manbalar va ishonchli davlat axborotlari kuzatiladi. Faqat skrinshotga ishonmang. Chunki skrinshotni istalgan odam yasashi mumkin. Ikkinchi qadam, o'z hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi bo'yicha eski hujjatlar. Nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni bir papkaga solib qo'ying. Ayniqsa eski ish staji bor odamlar arxiv ma'lumotnomalarini yo'qotmasligi kerak. Uchinchi qadam, agar pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Hududiy pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Murojaatda ism, familiyangiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, muammo mazmuni aniq yozilsin. Masalan, mening pensiyam 2026 yil 1 avgustdan e'lon qilingan indeksatsiyadan keyin qayta hisoblangan yoki hisoblanmaganini tekshirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar qo'shimcha staj bo'lsa, falon yillarda ishlagan davrini pensiya hisob kitobiga qo'shish masalasini ko'rib berishingizni so'rayman deb yozing. 4-qadam, to'lov tushgan summani tekshiring. Pensiya kartaga tushganda faqat umumiy pulni ko'rib qo'ymang. Oldingi oy bilan solishtiring. Masalan, iyul oyida qancha tushgan, avgustda qancha tushgan, sentabrda qancha tushgan. Agar oshirish avgustdan bo'lsa, lekin avgustda eski summa tushsa, darrov xulosa qilmang. Ehtimol farq keyingi oyda qo'shib berilishi mumkin. Lekin 2 oy o'tib ham o'zgarish bo'lmasa, rasmiy murojaat qiling. 5-qadam, qarindoshlaringizni
ogohlantiring. Ayniqsa ota-onangiz, buvi-buvalaringiz. Yolg'iz yashaydigan keksalar Telegram yoki telefon qo'ng'iroqlariga tez ishonib qolishi mumkin. Ularga oddiy qilib tushuntiring. Pensiya oshishi uchun SMS kod berilmaydi. Karta paroli aytilmaydi. Noma'lum havolaga kirilmaydi. Oldindan xizmat haqi to'lanmaydi. Bu gaplarni bir marta emas, bir necha marta aytish kerak. 6-qadam, agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, o'z stajingiz va to'lovlaringizni tekshirtiring. Ish beruvchi siz uchun tegishli to'lovlarni to'g'ri amalga oshirganmi? Mehnat shartnomangiz rasmiy bo'lganmi? Elektron mehnat tizimida ma'lumotlar to'g'ri aks etganmi? Bular keyingi hisob-kitoblarda ahamiyatli bo'lishi mumkin. Norasmiy ishlagan yillar ko'pincha pensiya hisobida muammo tug'diradi. Shuning uchun hozir ishlayotgan farzandlarga ham aytaman. Ish haqi konvertda emas, rasmiy bo'lsin. Ertangi pensiya bugungi rasmiy daromadga bog'liq. 7-qadam, hujjatlarni topshirganda nusxa va qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oling. Ko'p odamlar hujjatni topshiradi, lekin keyin isbotlay olmaydi. Agar ariza bersangiz, ariza raqami sana, qabul qilgan tashkilot nomi sizda qolsin. Elektron murojaat qilsangiz, ro'yxatdan o'tgan raqamni saqlang. Bu keyin javob talab qilishda juda muhim. Men aniq aytaman, hamma pensionerga bir xil summa qo'shiladi degan gap har doim ham to'g'ri emas. Ro'yxatdan o'tmagan odam indeksatsiyadan qoladi degan gap ham odatda shubhali. Menga pul bering, pensiyangizni oshirib beraman degan odamga ishonmang. Pensiya qonuniy hujjatlar asosida hisoblanadi. Tanish bilish yoki yashirin to'lov bilan emas. Agar haqiqatan ham sizning stajingiz yoki hujjatingiz to'g'ri hisobga olinmagan bo'lsa, buni rasmiy tartibda hal qilish mumkin. Yana bir nozik masala, ba'zi odamlar pensiya oshsa, darhol narxlar ham oshadi deb xavotir qiladi. Iqtisodiyotda bunday xavf bor. Daromadlar oshganda bozor narxlari ham harakatlanishi mumkin. Lekin indeksatsiyaning maqsadi odamlarni bo'y qilib yuborish emas, balki narxlar oshishi fonida eng zarur xarajatlarni qoplashga yordam berishdir. Pensioner uchun 1000 yoki 2000 so'm ham dori-darmon, un, yo'q, elektr yoki gaz to'lovida seziladi. Shu sababli indeksatsiya masalasi oddiy raqam emas, oilaning kundalik hayoti bilan bog'liq masala. Demak, 2026 yilgi indeksatsiya va 1 avgustdan pensiyalar oshishi haqida gap ketganda, eng asosiy qoida shu: faqat rasmiy ma'lumotga ishoning, noma'lum havolalarga kirmang, karta ma'lumotlaringizni bermang, SMS kodni hech kimga aytmang. Pensiya oshishi bo'lsa, u rasmiy hujjat bilan belgilanadi va ko'p holatda avtomatik hisoblanadi. Lekin hujjatlaringizda kamchilik bo'lsa, stajingiz to'liq kiritilmagan bo'lsa, nogironlik yoki o'qish ma'lumotnomasi muddat tugagan bo'lsa, o'zingiz vaqtida murojaat qilishingiz kerak. Men sizlarga maslahat beraman. Bugunoq pensiya hujjatlaringizni tekshiring. Ota-onangizning kartasi va telefoniga kelayotgan shubhali xabarlarni ko'rib chiqing. Rasmiy manbalarni kuzating va kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Sizning pulingiz, sizning mehnatingiz, huquqingiz va qonuniy kafolatingizdir. Uni noto'g'ri ma'lumot yoki firibgarlarga bo'y bermaslik kerak. Sizningcha 2026 yilda pensiyalar qancha foizga oshirilishi kerak? Hozirgi pensiya miqdori pensionerlarning real xarajatlarini qoplayaptimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bu mavzu har bir oilaga tegishli.